Bugun sizlar bilan og'izda eriydigan, judayam mayin, har bitta luqmasida bolaligimizni eslatib turadigan rozichka shirinligini tayyorlaymiz. Rozichka shirinligi nafaqat ta'mi, balki ko'rinishi bilan ham ko'ngilni rom etadigan shirinlik. Mayin xamir og'izda erib, har bir luqmasi shirin kayfiyat ulashadi. Bir qarashdayoq ko'ngilni ochadigan, bir tatishda esa esda qoladigan shirinlik. Tayyorlanishi ham unaqa murakkab emas. Opisaniyada yozib qoldirilgan masalliqlarni ketma-ketinlikda solib, yumshoq mayin xamir qoldiramiz. Nachinkasini tayyorlab olgunimizcha xamirimiz birpas tinib turadi. Ichidagi nachinkasi uchun bezak tayyorlab olamiz. Agar uchun mikserda qilsanglar, masalliqlarni tuxumni yaxshilab ko'pirib olgandan keyin sekinlik bilan solasizlar. Men planetar mikserda qilganim uchun hamma masalliqlarni bittada solib aylantirib oldim. Yozib ketgan masalliqlardan to'rzuvala xamir chiqadi. Xamirni yoyib olib, ichiga bezaklarni surib o'rab olamiz. O'tkir pichoq yordamida kessa ham bo'ladi, lekin undan ham qulayrog'i ip bilan ishlasanglar, oson, qulay va chiroyli chiqadi. Kesib liskka taxlaganimizdan keyin chiroyli bo'lib ochilishi uchun chetlarini ozgina ochaveramiz va duxovkaga 170-180 gradusga yuboramiz. Shunaqa chiroyli bo'lib pishib chiqadi, dasturxoninglarni ko'rki bo'ladi. Choy yonida rozichka bo'lsa, suhbat ham yanada totli bo'ladi. Har bir burmasida e'tibor, har bir luqmasida zavq bor. Oddiy masalliqlardan yaratilgan, ammo ta'mi bilan alohida shirinlik. Pishirganingizda meni duo qilishni unutmang.